Diqqat, dollar yig'ib qo'ygan o'zbek xalqi uchun ajoyib yangilik. Bunaqasi bo'lmagan. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12 dekabr kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, rubl kursi 3.59 so'mga pastlab 150.90 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 110.41 so'mga ko'tarilib 14.099 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 26.55 so'mga oshib 12.047 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Azizlar, video roliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.